Bugun men sizga juda og'riqli va ko'pchilik oilalarga bevosita tegishli mavzuni tushuntirib beraman. 10 yoshdan keyin davolashmaydimi? Kasalxonada yoshi katta odamga e'tibor kam bo'ladimi? Shifokorlarga keksalarni qabul qilmaslik haqida maxfiy buyruq berilganmi? Degan savollar oxirgi paytda juda ko'p eshitilyapti. Bu ma'lumot sizning ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, hatto ertaga o'zingizga ham kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda, lekin mutaxassis sifatida eng muhim narsalarni aytaman. Avvalo, men eng muhim gapni aniq aytaman. Odam 60 yoshdan oshgani uchun uni davolamaslik qonuniy ham, tibbiy jihatdan ham to'g'ri emas. Yoshning o'zi davolashdan bosh tortish uchun sabab bo'la olmaydi. Lekin amaliyotda odamlar boshqa holatga duch keladi. Tez yordam keladi, yosh katta ekan deydi, poliklinikada bu yoshda bo'ladi deydi. Shifoxonada joy yo'q deydi. Ba'zan esa qarindoshlarga endi ko'p narsa qilib bo'lmaydi deb tushuntirishadi. Mana shu gaplar odamlar orasida 6 yoshdan keyin davolashmaydi. Maxfiy buyruq bor. Keksalarni ro'yxatdan chiqarib tashlashgan degan gumonlarni kuchaytiradi. Men bu masalada ikki narsani ajratib tushuntiraman. Birinchisi, haqiqiy tibbiy qaror bor. Bemorning ahvoli, tahlillari, yurak, buyrak, jigar holati operatsiyani ko'tara olishi, reanimatsiyadan foyda bo'lmasligi baholanadi. Ikkinchisi esa noto'g'ri munosabat bor. Bemorni yoshga qarab kamsitish, shikoyatini jiddiy olmaslik, hujjat bermaslik. Uyga olib ketinglar deb tushuntirish chiqarish. Birinchisi tibbiy yondashuv bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa muammo va ko'pincha shikoyat qilishga asos bo'ladi. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar shifokorga kamroq borardi, huquqlarini kamroq bilardi. Shifokor aytdimi? Demak shunday deb qabul qilardi. Keksalarda qon bosimi ko'tarilishi, tizzaning og'rishi, nafas qisishi, xotira pasayishi qarilik deb qo'yilardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Odamlar internet orqali ma'lumot topyapti. Boshqa mamlakatlardagi davolash usullarini ko'ryapti. Tibbiy sug'urta, bepul yordam, kvota, order, imtiyoz, nogironlik, reabilitatsiya haqida savol beryapti. Natijada shikoyatlar ham ko'paydi. Bu yomon emas. Bu odamlarning o'z huquqini bilishga boshlaganini ko'rsatadi. Hozir tibbiyotda resurs masalasi juda dolzarb. Shifoxonada joy cheklangan, reanimatsiya o'rinlari cheklangan, ayrim dori vositalari doim ham yetarli emas. Malakali mutaxassislar ham hamma joyda bir xil emas. Ana shu sharoitda shifokorlar bemorlarni saralashga majbur bo'ladi. Saralash degani yoshiga qarab tashlab qo'yish emas. Saralash degani kimga zudlik bilan yordam kerak, kim ambulator davolansa bo'ladi, kimga operatsiya xavfli, kimga avval bosimni tushirish kerak, kimni viloyat markaziga yuborish kerak, shuni aniqlash. Lekin muammo shundaki, saralash jarayoni har doim ham odamlarga tushunarli qilib aytilmaydi. Masalan, 72 yoshli otaxon insult alomatlari bilan keladi. Qo'li uvishgan, nutqi buzilgan, yuzining bir tomoni tortilgan. Agar shifokor yosh katta uyga olib boringlar desa, bu mutlaqo noto'g'ri. Bunday holatda har bir daqiqa muhim. Kompyuter tomografiya, qon bosimini nazorat qilish, nevrolog ko'rigi. Kerak bo'lsa reanimatsiya masalasi ko'rilishi shart. Ammo agar shu otaxon 10 kundan beri yura olmayotgan bo'lsa, kech kelgan bo'lsa, qon tomirda qaytmas o'zgarish bo'lgan bo'lsa, shifokor endi trombolis qilish vaqt o'tgan deyishi mumkin. Bu davolamaslik emas, balki aynan bir usulni qo'llash uchun vaqt oynasi o'tib ketganini bildiradi. Farq juda katta. 62 yoshli ayolda tizza bo'g'imi og'riyapti. U poliklinikaga boradi. Agar unga faqat bu yoshda hammada bo'ladi deyishsa, bu noto'g'ri yondashuv. Chunki og'riqning sababi artroz, revmatoid artrit, podagra, suyak yemirilishi. Hatto jarohatdan keyingi asorat bo'lishi mumkin. Rentgen, qon tahlili, ortoped yoki revmatolog ko'rigi kerak bo'lishi mumkin. Lekin shu ayolga darhol sun'iy bo'g'im operatsiyasi qilinmasligi ham mumkin. Chunki avval vazn, qonli diabet, yurak holati, qon bosimi, tromb xavfi tekshiriladi. Demak, darhol operatsiya yo'q degani davolamaymiz degani emas. Men tomoshabinlarga shuni aytaman. Agar keksa yaqinlaringizda keskin va yangi paydo bo'lgan alomatlar bo'lsa, hech qachon qarilik deb o'tkazib yubormang. To'satdan nutq buzilishi, yuz qiyshayishi, qo'l yoki oyoq kuchsizlanishi, ko'krakda bosuvchi og'riq, hushdan ketish, nafas qisishi, qon qusish, qora najas, sidik chiqmay qolishi, tana harorati 39 darajadan oshishi, tinimsiz qusish, kuchli bosh og'rig'i. Qandli diabetda
hushning xiralashishi bularning hammasi shoshilinch holat bo'lishi mumkin. Masalan, 64 yoshli erkak kechasi ko'kragida og'riq sezadi, o'ylasa oshqozoni og'riyapti shekilli deb kutadi. Ertalab og'riq kamayadi. Lekin holsizlik bo'ladi. Bunday holatda infarkt bo'lishi mumkin. Infarktda har bir soat yurak mushagining qancha qismi saqlanib qolishini hal qiladi. Agar tez yordam chaqirilsa, EKG qilinsa, kerakli dori berilsa, bemorning hayoti saqlanib qolishi mumkin. Agar yoshi katta, baribir yuragi charchagan deb o'tirib qolinsa, oqibat og'ir bo'ladi. Bu yerda muammo yoshda emas, vaqtida murojaat qilmaslikda. Yoki 70 yoshli ayolda siydik yo'llari infeksiyasi bo'ladi. Yosh ayolda bu faqat achishish va tez-tez siydik kelishi bilan o'tishi mumkin. Keksalarda esa infeksiya boshqacha ko'rinadi. Odam birdan gangib qoladi, gaplari chalkashadi. Ovqat yemaydi, yig'ilib tushadi. Qarindoshlar xotirasi ketdi, qarib qoldi deb o'ylaydi. Asli oddiy siydik tahlili, qon tahlili, antibiotik, suyuqlik muvozanati bilan ahvol yaxshilanishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, keksada keskin o'zgarish bo'lsa, avval tibbiy sababni izlash kerak. Shu bilan birga har bir holatda vahima qilish ham kerak emas. 60 yoshdan oshgan odamga shifokor dorilarni ehtiyotkorlik bilan tanlasa, bu yomon munosabat emas. Aksincha, bu to'g'ri yondashuv. Keksalarda bir vaqtning o'zida 5-6 ta kasallik bo'lishi mumkin. Qon bosimi, diabet, yurak yetishmovchiligi, buyrak faoliyati pasayishi, oshqozon yarasi, qon suyultiruvchi dorilar qabul qilish. Bitta dori bir kasallikka foyda bersa, boshqasiga zarar qilishi mumkin. Masalan, 62 yoshli bemor bel og'rig'i uchun kuchli og'riq qoldiruvchi dori so'raydi. Lekin unda buyrak faoliyati pasaygan va oshqozon yarasi bor. Shifokor unga ayrim dorilarni bermasa, bu davolamayapti degani emas. U bemorni oshqozondan qon ketishi yoki buyrak yetishmovchiligidan asrayapti. Yoki 75 yoshli bemorga kuchli tinchlantiruvchi dori berilmaydi. Chunki u yiqilib son suyagini sindirib olishi mumkin. Shifokorning bu dori sizga mumkin emas degani ko'pincha rad etish emas. Xavfsizlikdir. Yana bir holat, qarindoshlar reanimatsiyaga yotqizinglar deb talab qiladi. Ammo reanimatsiya har doim ham davolashning eng yaxshi joyi emas. Agar bemor hushida, qon bosimi barqaror, kislorod yetarli, nafas olishi nisbatan yaxshi bo'lsa, u oddiy bo'limda yaxshi davolanishi mumkin. Reanimatsiya resursi eng og'ir bemorlarga kerak. Lekin shifokor buni qarindoshlariga tushuntirishi, qaysi ko'rsatkichlar asosida qaror qabul qilganini aytishi kerak. Joy yo'q degan bitta gap yetarli emas. Endi eng shov-shuvli savolga kelaman. Maxfiy buyruq bormi? Men ekspert sifatida bunday gaplarni juda ehtiyotkorlik bilan baholayman. Rasmiy tibbiyotda 60 yoshdan keyin davolamanglar degan qonuniy va ochiq qoida bo'lishi mumkin emas. Bunday qoida tibbiy etika, inson huquqlari va sog'liqni saqlash tamoyillariga zid bo'ladi. Ammo amaliyotda ayrim muassasalarda norasmiy bo'lsin, noto'g'ri ko'rsatma statistika uchun kasalni qabul qilmaslikka urinish, joy yetishmasligi sababli mas'uliyatni boshqa joyga o'tkazish holatlari bo'lishi mumkin. Bu maxfiy buyruq deb ataladimi yoki boshqaruvdagi muammo deb ataladimi? Baribir bemor uchun natija bir xil. U sifatli yordam ola olmaydi. Men sizga shuni maslahat beraman, maxfiy buyruq bor ekan degan gap bilan cheklanib qolmang. Aniq fakt yig'ing. Kim aytdi? Qachon aytdi? Qaysi muassasada aytdi? Qaysi shifokor yoki navbatchi xodim aytdi? Qanday hujjat berdi yoki bermadi? Tez yordam chaqiruvi raqami bormi? Qabul bo'limida ro'yxatdan o'tkazildimi? Yozma rad javobi bormi? Mana shu savollar shikoyatni kuchli qiladi. Oddiy bizni davolashmadi degan gapdan ko'ra, falon sanada, falon vaqtda, falon alomatlar bilan borganimizda yozma xulosa berilmasdan uyga qaytarildi degan shikoyat ancha jiddiy ko'riladi. Tibbiyotda ba'zan davolash cheklanadi, lekin bu yosh sababli emas, foyda va zarar nisbatiga qarab bo'ladi. Masalan, juda og'ir onkologik kasallik oxirgi bosqichda bo'lsa, organizm kimyoterapiyani ko'tara olmasa, shifokor agressiv davolash o'rniga og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, uyquni yaxshilash, ovqatlanishni qo'llab-quvvatlash. Palliativ yordam tavsiya qilishi mumkin. Bu tashlab qo'yish emas. Bu insonning qolgan umrini azobsizroq o'tkazishga qaratilgan alohida tibbiy yordam turi. Lekin palliativ yordam ham uyga olib ketib, o'zinglar bilasanlar degani emas. Og'riq qoldirish rejasi, parvarish bo'yicha ko'rsatma, kerakli dorilar, patronaj hamshirasi, oilaviy shifokor nazorati, kerak bo'lsa hospis yoki maxsus bo'lim masalasi ko'rilishi kerak. Agar bemorda kuchli og'riq bo'lsa va unga yetarli yordam berilmasa,
Bu ham shikoyat qilishga asos bo'ladi. Yana bir nozik masala operatsiya. Taqazim yoshli odamga operatsiya qilish mumkinmi? Ha, mumkin. Dunyoda to'qli yoshli bemorlarga ham yurak, ko'z bo'g'im, o't pufagi, churrani davolash operatsiyalari qilinadi. Lekin qaror pasportdagi yoshga qarab emas, umumiy holatga qarab qabul qilinadi. Ba'zi 8 yoshli odam kuniga piyoda yuradi. Bosim nazorati tahlillari yaxshi bo'ladi. Ba'zi 6 yoshli odamda esa og'ir diabet, yurak yetishmovchiligi, buyrak muammosi bo'ladi. Shuning uchun 6dan oshdi. Operatsiya mumkin emas degan gap tibbiy xulosa emas. To'g'ri gap bunday bo'lishi kerak. Operatsiya xavfi yuqori. Chunki yurak ko'rsatkichi shunday, buyrak tahlili shunday, narkoz xavfi shunday. Muqobil usullar mana bular. Eng katta tuzoqlardan biri og'zaki gapga ishonib qolish. Shifokor uyga olib boringlar dedi. Qarindoshlar esa hujjat so'ramadi. Keyin bemorning ahvoli og'irlashdi, lekin qo'lda hech qanday xulosa yo'q. Men bunday holatda doim aytaman. Har bir murojaat hujjatlashtirilishi kerak. Qabul bo'limiga bordingizmi, ko'rik varaqasi bo'lishi kerak. Tez yordam keldimi, chaqiruv kartasi yoki ma'lumotnomasi bo'lishi kerak. Tahlil topshirdingizmi, natijani oling. Rad etish bo'ldimi, yozma tushuntirish so'rang. Ikkinchi tuzoq tanishsiz ish bitmaydi degan fikr. Hayotda tanish orqali tezroq yo'l topadiganlar bor. Lekin bu sizning rasmiy huquqingiz yo'q degani emas. Siz oilaviy shifokorga, poliklinika mudiriga, tuman tibbiyot birlashmasiga, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga, tegishli vazirlikning ishonch telefonlariga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat qancha aniq yozilsa, natija olish imkoniyati shuncha oshadi. 3-tuzoq o'zi davolash. Keksa odamda internetdan ko'rilgan dori juda xavfli bo'lishi mumkin. Masalan, qon suyultiruvchi dorini o'zboshimchalik bilan ichki qon ketishiga olib keladi. Antibiotikni noto'g'ri ichish buyrakka zarar berishi yoki infeksiyani yashirib qo'yishi mumkin. Qon bosimi dorisini birdan to'xtatish insult xavfini oshiradi. Shuning uchun shifokordan norozi bo'lsangiz ham dorilarni o'zboshimchalik bilan almashtirmang. Ikkinchi, mutaxassis fikrini oling, lekin tajriba sifatida o'zingizni yoki ota-onangizni xavfga qo'ymang. Endi men sizga aniq harakat rejasi beraman. Birinchi qadam. Alomatlarni yozib boring. Qachon boshlandi? Necha daqiqa davom etdi? Tana harorati necha bo'ldi? Qon bosimi necha bo'ldi? Qon miqdori necha bo'ldi? Qanday dori ichdi? Doridan keyin nima o'zgardi? Bu oddiy daftar bo'lishi mumkin. Shifokor uchun kecha yomon bo'ldi degandan ko'ra, kecha soat 22:30 da bosim 190 virus bo'ldi. 30 daqiqadan keyin 175 bo'ldi. Bosh aylanishi va ko'ngil aynishi bo'ldi degan ma'lumot ancha foydali. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, tibbiy karta, oldingi kasalliklar bo'yicha xulosalar, tahlillar, UZI, EKG, rentgen, MRT yoki KT javoblari, ichayotgan dorilar ro'yxati, allergiya haqida ma'lumot, nogironlik hujjati bo'lsa, uning nusxasi. Juda ko'p odam shifoxonaga boradi, lekin qaysi dorini ichayotganini ayta olmaydi. Oq tabletka, qizil qutidagi dori shifokorga yetarli emas. Dori nomi, dozasi va kuniga necha marta ichilishi yozilgan bo'lishi kerak. 3-qadam, shifokordan aniq savol so'rang. Nega davolamayapsiz deb baqirish o'rniga tashxis nima? Qaysi tahlil asosida shunday qaror qilinyapti? Uyga chiqsak, qaysi belgida qaytib kelishimiz kerak? Qaysi dorini qancha muddat ichamiz? Qaysi mutaxassisga yo'llanma berasiz? Yozma xulosa bera olasizmi deb so'rang. Bu savollar janjal emas, normal muloqotdir. Shifokor ham sizni mas'uliyatli qarindosh sifatida ko'radi. 4-qadam, agar yordam rad etilsa, yozma javob so'rang. Siz shunday deyishingiz mumkin. Iltimos, bemorni qabul qilish rad etilgan bo'lsa, sababini yozma ko'rsatib bering. Biz keyingi bosqichga murojaat qilishimiz kerak. Ko'pincha aynan yozma javob so'ralganda vaziyat jiddiyroq ko'rib chiqiladi. Chunki og'zaki rad etish oson. Yozma rad etish esa mas'uliyat talab qiladi. 5-qadam, shikoyatni hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Masalan, onam 17 yoshda. 2 mart kuni soat 10:42 da nafas qisishi, ko'krak og'rig'i va bosim, meditakchin megin bilan qabul bo'limiga murojaat qildik. EKG qilinmadi, yozma xulosa berilmadi, uyga yuborildi. Soat 23:10 ahvoli og'irlashdi. Ushbu holatni tekshirib, tibbiy yordam ko'rsatish tartibiga baho berishingizni so'rayman. Mana shunday matnani tekshirishga qulay va natija berishi mumkin. 6-qadam, ikkinchi fikr oling. Agar sizga operatsiya mumkin emas, davosi yo'q. Faqat uyda yoting
deyishsa, ayniqsa hujjatsiz aytilsa, boshqa mutaxassisga ko'rmang. Bu shifokorni haqorat qilish emas. Murakkab kasalliklarda ikkinchi fikr butun dunyoda normal amaliyot. Faqat ikkinchi fikr olayotganda barcha hujjatlarni olib boring. Aks holda yangi shifokor ham boshdan taxmin qilishga majbur bo'ladi. Men oilalarga alohida murojaat qilaman. Keksa bemorni yolg'iz tashlab qo'ymang. Poliklinikaga borganda yo'lda savol bera oladigan, eshitgani yozib oladigan, dorilarni tartibga soladigan odam bo'lsin. Aksar ko'pincha shifokor oldida hayajonlanadi. Muhim alomatni aytmaydi. Bezovta qilmay deb og'riqni yashiradi. Natijada shifokor to'liq manzara ko'rmaydi. Qarindoshning vazifasi bosim qilish emas, ma'lumot to'g'ri yetkazish. Uyda xavfsizlikni ham unutmang. 6 yoshdan keyin eng katta muammolardan biri yiqilish. Hammomda sirpanchiq pol, zinada tutqich yo'qligi, qorong'i yo'lak, noto'g'ri poyabzal son suyagi sinishiga olib kelishi mumkin. Son suyagi sinishi esa keksalarda uzoq yotib qolish, o'pka yallig'lanishi, tromb, mustaqil yurish qobiliyatini yo'qotish xavfini oshiradi. Demak, davolanish faqat shifoxonada boshlanmaydi, oldini olish uyda boshlanadi. Dori qutisini ham tartibga soling. Bir joyda eski dorilar, muddati o'tgan dorilar, qo'shnidan olingan dorilar, nomi o'chib ketgan blisterlar bo'lmasin. Har oy tekshiring. Shifokor yozmagan dorilarni alohida olib qo'ying. Agar bemor 5 dan ortiq dori ichsa, oilaviy shifokordan bu dorilar bir-biriga zid emasmi deb so'rang. Ba'zan odamning holsizligi kasallikdan emas, dorilarning noto'g'ri kombinatsiyasidan bo'ladi. Men doim muvozanat tarafdoriman. Shifokorni dushman ko'rish ham noto'g'ri. Bemorning huquqini unutish ham noto'g'ri. Siz xotirjam, ammo qat'iy bo'ling. Biz tushunmoqchimiz, biz yozib olaylik. Keyingi qadam nima? Qaysi belgida tez yordam chaqiramiz deb so'rang. Agar javob noaniq bo'lsa, qayta so'rang. Agar qo'pollik bo'lsa, xodimning ism familiyasini, lavozimini, vaqtini yozib qo'ying. Lekin janjal, haqorat, telefonda ruxsatsiz yuziga kamera tutish vaziyatni yomonlashtirishi mumkin. Maqsad janjal emas, yordam olish va huquqni himoya qilish. Agar bemor kasalxonadan chiqarilayotgan bo'lsa, albatta fikringizni oling. Unda tashxis, qilingan davolash, tahlillar, tavsiyalar, qayta ko'rik muddati dorilar ro'yxati bo'lishi kerak. Uyda davom ettirasizlar degan umumiy gap yetmaydi. Qaysi dori, necha mg, kuniga necha marta, ovqatdan oldinmi, keyinmi, necha kun. Qaysi nojo'ya ta'sirda to'xtatish kerak. Bular yozilishi kerak. Odamlar shikoyat qilyapti. Chunki 3 ta narsa bir vaqtda to'qnash kelyapti. Birinchisi, aholining qarishi, 6 yoshdan oshganlar ko'paymoqda. Demak, surunkali kasalliklar ham ko'payadi. Ikkinchisi, odamlarning talabi oshmoqda. Endi odamlar sifatli xizmat, hurmat tushuntirish, hujjat talab qilyapti. Uchinchisi, tibbiyot tizimida yuklama katta. Shifokor ko'p bemor ko'radi. Vaqt kam, resurs kam. Shu 3 omil birlashganda nizolar paydo bo'ladi. Lekin men shuni ta'kidlayman, tizimdagi qiyinchilik bemorning huquqini bekor qilmaydi. Shifokor charchagan bo'lishi mumkin, lekin bemorga qo'pol munosabat qilishga haqqi yo'q. Joy yetmasligi mumkin, lekin xavfli holatdagi bemorni tushuntirishsiz qaytarish mumkin emas. Dori cheklangan bo'lishi mumkin, lekin muqobil yo'l aytilishi kerak. Qarindoshlar ham shifokorni bosim ostida haqorat qilmasligi, balki aniq hujjat va aniq savol bilan ishlashi kerak. Xulosa qilib aytsam, 6 yoshdan keyin odamni davolamaslik kerak degan qoida yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Ammo amaliyotda yoshga qarab e'tiborsizlik, noto'g'ri tushuntirish, hujjatsiz rad etish, resurs yetishmasligi va muloqotdagi qo'pol xatolar uchrashi mumkin. Sizning vazifangiz vahima qilish emas, aniq harakat qilish. Alomatlarni yozing, hujjatlarni yig'ing, yozma xulosa so'rang, ikkinchi fikr oling, zarur bo'lsa rasmiy shikoyat qiling. Men bu mavzuni bejiz ko'tarmadim. Chunki bugun ota-onamizga kerak bo'lgan adolatli tibbiy yordam ertaga o'zimizga ham kerak bo'ladi. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz 6 yoshdan keyin davolanishda qanday muammoga duch kelgansiz? Sizga yoshi katta deb e'tiborsizlik qilishganmi yoki aksincha yaxshi yordam ko'rsatishganmi? Fikringiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi, buvisi yoki bobosi bor yaqinlaringizga albatta yuboring.